Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Worldwide Consulting. Bugun biza 2026-yilda qanaqa qilib Polsha universitetlariga o'qishga kirsa bo'ladi, nostrifikatsiya qanaqa qilinadi. O'zi Polshaga viza beryaptimi yoki yo'qmi? Chunki xabaringlar bor, 2024-yil, 25-yilda o'sha vizalar olish ehtimoli Polsha uchun juda ham tushib ketgan. Bularning hammasi haqida aynan bugun biz sizlar bilan gaplashamiz. Bu video ko'proq odamga tarqalishi uchun bu videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Like, kommentariya bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'proq obuna bo'lsanglar, podдержка qilsanglar, biz mana shunaqa foydali videolarni open source ya'ni ochiq ma'lumotlarni shunday sizlarga berib yuboramiz. Qani ketdik unda. 2026-yilda Polshaga o'qishga kirish o'zi qanaqa bo'ladi? O'qishga kirsa bo'ladimi? Nostrifikatsiya jarayonlari haqida hozir gaplashamiz. Birinchi o'rinda Polsha haqida ozgina aytib ketmoqchiman. Polsha Yevropadagi eng tez ekonomikasi rivojlanayotgan davlatlarning bittasi hisoblanadi. Varshava shahri 3-o'rinda Yevropada eng rivojlanayotgan, ya'ni Frankfurt shahardan keyin eng tez rivojlangan shaharlar, eng yaxshi yashash uchun shaharlarning bittasi hisoblanadi. Aynan Polshada o'qimoqchi bo'lgan talabalar u yerda bemalol bakalavrda o'qiydimi, magistraturada o'qiydimi, haftasiga 40 soat ishlasa bo'ladi va bular 26 yoshga to'lguncha hech qanaqa налогlar to'lashmaydi talabalar. O'shaning uchun ham Polshaga o'qishga borgan talabalar o'qib ham ishlab o'qishni davom ettirsa bo'ladi. Endi o'zi 2025-yilda, 24-yilda nostrifikatsiyalar chiqqandan keyin jarayonlar juda ham qiynalib ketdi. Hozir biz nostrifikatsiyani to'g'ri qilish haqida gaplashamiz. Buning uchun nima qilish kerak? Hozir hammasi juda ham oddiy. 2026-yilda Nava sayti bor, ofitsial sayt orqali siz o'zingiz hujjatingizni, ya'ni bakalavr diplom bo'ladimi yoki maktab attestati bo'ladimi, Nava orqali siz uni nostrifikatsiya qilishingiz kerak. Nostrifikatsiya qilish uchun Nava'ning saytiga kirasiz, diploma recognition deyilgan joyga bosasiz, u yerda o'zingiz dalillarni to'ldirib, hamma hujjatlarni to'g'ri submit qilsangiz, sizga Nava'ning javobi примерно 45 kundan 60 kun, 75 kun ichida javobini chiqarib beradi. Nava'ning javobi chiqqandan keyin siz nima qilasiz? U hujjatni olib bemalol o'qishga topshirsangiz bo'ladi yoki javob chiqmasdan oldin ham bemalol o'qishga topshirish jarayonini boshlashingiz mumkin. Agar Nava'da nostrifikatsiya nimadir xatolik ketayotgan bo'lsa, ular sizni applicationingizni reject qiladi, ya'ni отказ qiladi yoki yetishmayotgan narsani yuklab bergan bizga deb sizni emailingizga so'rov jo'natishadi. Buni ham esingizdan chiqarmasligingiz kerak. Endi o'qishlar haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni qaysi o'qishga topshirish kerak? 2026-yilda hozir shunaqa gaplar yuribdi, tasdiqlanmagan. Частный universitetlardan ko'ra davlat o'qishlariga viza olish ehtimoli katta bo'ladi. Ya'ni Vistula hammaga mashhur, VSB, Lazarskiy universitetlari qora ro'yxatga tushib qolgan degan gap bor. Aynan bu universitetlarga o'qishga topshirsangiz, viza olish ehtimoli pastroq bo'ladi. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan, biz ham talabalarga davlat o'qishlarini taklif qilamiz. Ya'ni University of Warsaw, Varshava universiteti dunyoda top 250 talikda turadi, eng yaxshi universitetlardan, yoki Adam Mickiewicz yoki Lodz universitetlari. Xullas, Polshadagi ko'pgina davlat o'qishlari top 1000 talik kirgan hammasiga biz o'qishga qilib beramiz. Aynan bu universitetlarning spiskasini siz talabalink.uz sayti orqali bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Davlatga Polshani tanlaysiz, universitetlarning ro'yxatida Public Universities degan joyda davlat universitetlarini top 1000 talikka kirgan universitetlarga o'qishga kirishingizga yordam bera olamiz yoki o'zingizlar ham o'sha yerdan fakultetlarni ko'rib, o'zingizlar xohlasanglar topshirsanglar bo'ladi. Aynan bu universitetlarga viza olish ehtimoli baland bo'lishi kerak. Lekin частный universitetlarga ham hozir aynan bahorgi semestrga, fevral oyiga ikkita talabamiz o'zlari vizalarni oldilar, 10 tacha откazlar bor. Viza berish ehtimoli yaxshi emas. O'shaning uchun 2026-yil kuzda viza berish ehtimoli davlat o'qishlariga katta bo'lishi mumkin. Yoki shunaqa bo'lib qolishi mumkin, universitetlar o'zi qora ro'yxatda olgan bo'lsa ham, ular ham qanchadir kompensatsiya to'laydi, частный universitetlar. Ular to'lagandan keyin tipa u universitetlarga ham elchixona vizani berib yuboradi. Chunki bu holat faqat O'zbekistonda bo'lyapti, ya'ni Qirg'izistondan, Qozog'istondan talabalar 100% viza olishyapti, faqat tojik o'zbeklarda viza olish ehtimoli pasaygan. Chunki Polshada siyosat o'zgardi, ko'p narsalar o'zgardi, o'qishlarga qattiq qarashyapti. Borgan xalqaro talabalarni примерно 70% o'qish tashlab ketgani uchun aynan bu jihatdan strogi bo'lib qoldi. Polshaga o'qishga kirish uchun ham sizdan IELTS sertifikati yoki TOEFL talab qilinadi 5,5 dan yuqori. Ya'ni ekvivalenti 5,5 ga teng bo'lgan sertifikatni olib, siz bemalol Polsha universitetlariga o'qishga topshirsangiz bo'ladi. 2025-yildan beri bo'lsa, IELTS dan tashqari sizda yana bitta intervyu topshirish, ekzamen topshirishingiz kerak. Bu ekzamen asosan matematika haqida bo'ladi. Agar biz bilan birga o'qishga topshirsangiz, aynan bu ekzamenga ham biz tayyorlaymiz sizni. Har qanaqa universitet topshirasizmi, o'sha bu bakalavr uchun majburiy. Magistrlar uchun bu majburiy emas. Faqat ba'zi bir universitetlar intervyu bo'lishi mumkin. Intervyudan o'tib, ko'plarda bo'lmaydi. Intervyudan o'tib bemalol o'qishga kirib ketsangiz bo'ladi. O'qish kerakli hujjatlar bo'lsa har doimgidek o'sha rasm, IELTS yoki IELTSga ekvivalent bo'lgan TOEFLga kirsangiz bo'ladi. Duolingoni hozircha Polsha tan olmayapti. Ko'p o'qishlari elchixonada ham agar Duolingo'ngiz bo'lsa, viza olish ehtimolingiz past bo'ladi. Undan ko'ra TOEFL olib kirishingiz kerak. Undan keyin bo'lsa
agar bakalavriga topshirayotgan bo'lsangiz, maktab attestati, magistrga topshirayotgan bo'lsangiz, bakalavr diplom bilan birgalikda topshirishingiz kerak bo'ladi. O'qishga topshirganingizdan keyin sizga ular conditional offer letter jo'natishadi. Endi u offer letter olib, sizlar bemalol уже kontraktinglarni to'lasanglar bo'ladi yoki oldin navani kutib turish maslahat berardim. Navani javobi chiqqandan keyin, undan keyin kontrakt to'lasanglar bo'ladi. Kontrakt to'laganingizdan keyin bo'lsa, elchixonaga o'chirt olish kerak, elchixonaga hujjatlarni tayyorlash kerak. Latviyadan farqli jihati, Latviyada siz bilan suhbat qilayotgan odam sizga vizani beradi. Odam tushunadi. Polshada unaqa emas. Polshada siz elchixonaga o'zingiz kirasiz, siz bilan yuzma-yuz suhbat bo'ladi, lekin ular prosta not yozib oladi va ularni afsuski viza olishingizga vilaniyasi kamroq. Chunki konsullik o'zi hal qiladi. Polshada konsul bo'lsa sizlar bilan gaplashmaydi. Kamdan kam holatda konsul talabalar bilan gaplashadi. Men shuncha payt ishlagan bo'lsam, примерно 500 talabadan bittasiga, ikkitasiga chaqirgan, yuzma-yuz gaplashish uchun. Bu holat bo'lganingizdan keyin bu yil 2026-yildan boshlab Polshada ham viza to'lovi oshdi. Ya'ni oldin 135 euro bo'lsa, hozir 200 euro naqd olib kirishingiz kerak bo'ladi. Lekin yana shunaqa gaplar yuribdi. Aynan 2026-yil kuzga уже Polsha 1,5 yildan beri talabalarni siqayotgani uchun bu yil viza berib olish kerak ko'p universitetlarga degan gap bor. Lekin buni hali tasdig'i yo'q. Polsha uchun kerakli hujjatlarning hammasi o'sha. Uni bundan oldingi videolarda ko'rib olsangiz bo'ladi. Faqat bu yerga qo'shilgan narsa Nava sertifikati bo'ldi. Qolgan hujjatlar o'sha talab qilinayotgan hujjatlar bilan siqirsangiz bo'ladi. Endi biz bu yil nima taklif qilamiz? Olvin dasturi Polsha uchun, ya'ni siz biz bilan birgalikda biz taklif qilayotgan Polshadagi davlat top mentallikka kirgan universitetlarga o'qishga topshirsangiz bo'ladi. Va agarda sizga viza chiqmasa, vizaga biz garantiya bera olmaymiz. Faqatgina siz bizga to'lagan pulingizni, ya'ni siz riskni moliyaviy jihatdan nolga tushirib olasiz. Aynan o'sha to'lov bilan birgalikda biz sizni o'qishga kirib viza olishingizga garantiya beramiz. Agar sizga viza chiqmasa, biz sizga firma xizmatini butunlay qaytarib beramiz. Даже viza to'lovlarini ham biz siz uchun to'lab beramiz. Unga ham kuymaysiz, faqat o'qishdan kontraktni 3 oy muddat ichida qaytarib olasiz. Bu taklifimiz частный universitetlar uchun emas, aynan Varshavskiy topoviy universitetlar. Bu University of Lodz uchun, bu University of Varshavskiy uchun, Adam Mackeyevich uchun, Poznan Tech universitetlari uchun amal qiladi. Bemalol agar 2026-yilda o'qishingizni Polshada davom ettirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan birgalikda o'qishga topshirishingiz mumkin. Polshada bakalavr 3 yil yoki 3,5 yil davom etadi agar IT bo'lsa, magistr bo'lsa 2 yil davom etadi. Polsha o'qishning ideal davlatidan bittasi, chunki ishsizlik foizi juda ham kam, ishdan ham umuman qiynalmaysiz, bemalol ishlashingiz mumkin bo'ladi. Agar siz yana qanaqadir savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Hozircha Polsha haqida yangiliklar hammasi shu va agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va boshqalarga jo'natib qo'yishni unutmang. Deyarli 1 yildan beri video qo'ymayapmiz, чтобы biz tez video qo'yishimiz uchun bizani ko'proq like, podpiska qilsanglar, bizda ham motivatsiya ko'proq bo'ladi. O'shaning uchun bizani kuzatishda davom eting. Instagramimizga obuna bo'lishni unutmang va aynan Polshada o'qimoqchiligingiz uchun konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, bizda quyidagi nomerlarga telefon qilsangiz, bemalol konsultatsiya olsangiz bo'ladi.